Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumit Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qib, oldingi qismda Yavuzbekning zangini yenganligi, o'rdiga taklif qilinganligi, o'rdidagi munozirada o'z fikrini bayon qilib o'tganligini anglagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Mutayila oxirlashib hammaylan tarqashdi. Xonning hindi o'ltirgan hiliqi qiz xonga erkilab og'zini purishtirib so'rdi. Xon ota, men bilan janjallashishga petingan bayamqi sahrolik kim u? Yavuzbek degan shu qizim, dedi xon kulginicha Malikining peshonasiga suyib. Cho'ri qizlar tula gapini qildigan Yavuzbek shukanda. U adabsiz, dedi Malika xon otasiga erkilab. Şu tepning o'zidimi Yavuzbek yenidikilardan o qizchaqni surishtirib qilib ulgurgan edi. O qiz kim? Gaplar nimancha qattiq uning? Kim bo'ladi? Xonning ahvoliq malikasi. Kunchichaq qo'shu. Maliki bo'lsin nim bo'pti. Abdining yomonligini taxi. Yavuzbek achchig'i bilan kayniga o'rilib Malikiga so'g'ib qaramoqchi bo'ldi. Malikamu dadisining mursiga esilg'ash umrida o'ziga tunji bo'lib gap yandurgan yigitga humuyib qaramoqchi bo'ldi. Ikkaylan tangli qarashdi. Boshda ularning ko'zlarida ilm ahlilarida bo'lgan bir xil tug'ma qizg'inish, hasadxo'rlik ifodalandi. Orqadan bir-biriga bo'lgan qoyillik va hurmat aks etdi. Oxirida bu bir jup yoshning ko'zida eg'izda ifodalash qiyin bo'lgan shundoq tatliq bir sezim paydo bo'ldi. Malika ko'zini darhol ilib qochdi. Yigitning ko'zimi Malikaning o'tqashdek chaqtab turadigan ko'zidan ko'ygandek bo'ldi. Shu kechasi Yavuzbek zodi uxlay olmadi. Uning mahallada nurg'un qiz o'g'il do'stlari bor edi. Lekin hech qanday qiz bolaning ko'zida Malikaning ko'zida ko'rgan undaq shirin, tatliq nurni ko'rib boqmagan edi. Uning qalisi qalaymaqan xiyollarga to'ldi. Uyan o'rildi, buyan o'rildi. Mana u ömrüdə tunji qitim etqusiz bir xil qiyin azabda yatdi. Padişahның Malika Kunchichakdan boshqa farzandi yo'q edi. Xonliqning an'anaviy tuzumi bo'yicha shahning taxt varisi bo'lgan Malika jazman xon jamiyatidan bo'lgan kishiga yotliq qilinishi kerak. Malika bilan tang dematlik bo'lgan Bossangun Poshshaxon bo'lsa dal xon jamiyatidan bo'lib, bu xondanlıqdaki birden-bir muvafiq namzat hesaplanadi. Amaliyatda axloq fazilatda bo'lmasin, alamda yoki qalamda bo'lmasin, xondanlıq tavalligida Poshshaxondek yana bir yigitmi tepilmaydi. Uning ustiga shah uni kichigidan boshlab o'z o'g'lidek e'tiborlaydi, qadrlaydi. Qisqasi uni o'ziga bekla o'g'il qilib olish orzusi bor edi. Malikamu Bossangun Poshshaxonning har jihatdan kelishgan yigit ekanligiga qoyil edi. Uning davlat ishlarida xon otasiga asosliq yordamchi bo'lganligidan bekla suyunatdi. Uningga chin dilidan hurmat bildiratdi. Lekin kutilmagan bu ish Malikani bearam qildi. Xon otasining murisiga esilib turganda Yavuzbekning ko'zidan ajoyib bir shirin sezimni sezdi. Bu sezim shundoq o'tliq, shundoq qiziq edi. Kunchichakmi bu kechasi yaxshi uxlay olmadi. U cheksiz xiyollar dunyosiga g'arq bo'ldi. Tatliq bir o't uning yuragiga kelib qadilib oldi. U mayli xalq universitetda bo'lsin, mayli Yevropada o'qiyotgan vaqtida bo'lsin, nurg'un yigitlar bilan yaqin o'tgan. Lekin hech qanday bir yigitga bunda qiziqmagan. Malika yolg'iz qolganda mangulik g'amguzori bo'lish oldidagi yigiti Poshshaxonni o'ylagan. O'zicha xiyolda uning bilan tog' dalalarda chepib, daryo ko'llarda uzgan. Shirin xiyollardan mast bo'lib, muhabbatga tashna qalbini illitgan. Lekin mushundaq chaqdimi bu xil o'tliq sezimga kelolmagan edi. Mana əmdilikdə onun aldıda tuyuqsuz bir yavayiş yigit payda bo'lib, erkaklarcha qo'pollik bilan uning ko'ksini mujib, yuragiga o'tliq nashtirni sanjib turib oldi. Malika uyan yetib baxtdi, buyan yetib baxtdi, qildak to'lg'andi. O'ziga zodi nima bo'lganini bilolmadi. Ammo yuragiga qadalgan o'tliq nashtar pat sug'urilgandek emas edi.
Yavuzbek şundan başlap jimg'ur bo'lib qoldi. Әтеден kechgacha beshini kitobdan ko'tarmaydigan, boshqalar gap so'rmasa bir eg'izmi ortiq gap qilmaydigan bo'lib qoldi. Yaşanğan Jalal Shayxning ko'zi ko'rmas bo'lib qolgan bo'lsa-mu, orzuliq o'g'lining tiniq tovushları ko'ngil ko'zdan qechib qutulolmadi. Bir kuni Jalal Shayx o'g'lini chaqirib beshini siladi. Eğir tiniqdan tasvirimni seriy olmadim, o'g'lim. Sen mening quchug'imda cho'ng bo'lgan, yurakim chidamaydi ekan. Yavuzum, sana zodi nima ish bo'ldi? O'zlariga aytishga tilim kuydi. Nima bo'lg'ini bilolmadim, dada. Jalal Shayxning o'ylig'ini to'g'ri chiqdi. U o'g'lining olqinini olqiniga elib, yenida o'ltirg'izdi. Andin kulib so'radi. Bulbulning xushallığı gülzarlıqda, oğlum. Tang sabasida sayramagan bolsa, o bulbul emas. Hiç bilelmedim. Bulbulungni xandan urup sayrat quzgan qaysı bağının gülüdü o. Mungzar anam bolsa Allah'ның yinida. Emdi silge bayan qılmaqdan özge çarem yok ata. Yeşil dalıdın suyunub kök asmanda pervaz qılvatqan erkin quş idim. Bir günü zemindeki en həşəmətlik bir baqqa qunub qaptı mən. Bağның eriqlərdəki şıldırlap iqvatqan sular, türlük meyveler, yeşil çimənlər, rəngarəng güller əxlimni lal qıldı. Bularga qarab Allahqa şükri həmdü sana etmay turalmadım. Bağның güzellikidən huzurlanıb yürüyen küllerimdə nazuk çimənlər arasından porakləb içilğan bir gül közümge çiliqib qaldı. Onun xoşbo'y hidi demig'imga to'xtamay urilib, xo'sh ovozimni mas qildi. Sayray desam unim yo'q, parvoz qilay desam qanotim bo'g'ilgandek. Aytsla ata, men endi qandoq qilay? Po'latdek Yavuzbek eritilgan tumirdek yovishib, dadisining tizig'iga besishini qo'ydi. Onun ko'zidan oqqan ikki tomchi yosh, kuyib oqqan shamdek dadisining yuragiga tomchiladi. Ata chidimidi. U bekmu eg'ir tingandan keyin yashang'iran nursiz ko'zini o'g'liga tikdi. O'g'lim, u bog' aslida hur parizatlarning nazari tushgan ulug' joy edi. Uning ishigi bizga emas, ulug'larga ochilgan edi. Bilmay qunubsan. Gulning tabiatila bulbulni o'ziga oshiq qilish. Sen yuluqtirgan u gul barcha gullarning zinnati. Uning xush yedi yaratishda samoviy bulbulga tava edi. Bolğuluq boptu. Allah igem hemmin o'rinlashtirg'uchi. Buni senden ko'rgili bo'lmaz. O'rningdan turg'in. Xo'sh biraqni sana bildirgan igem gulnimu senden ayımaz. Barg'in balam. Yavuzbekning ko'ngli atisining so'zidan bir az aram tapqandek bo'ldi. U atisining qo'lini ching tutib, 3 yoshlik cheg'idagi sabiyligiga qaytib, dadisining qo'lini engikiga yaqdi. Ata balısının bu xil balılıqıdan söyünüb, közüge issiq yaş ilib, xoşallıqıdan Allahqa şükri həmdu sana oqudi. Andın issiq nəfəsləri bilən Allah'tan iltica qıldı. Şu çağda sırtdan atlarının düpüldəb kişnigen avazı ağlanıb, hayal ötmey xizmətçi Bas Sanğunның kəlgənligini ularga aytdi. Yavuz bəy Bas Sanğun Paşaxanның özünü yoxlab kelganligini bilib, ko'ngli boshqacha ichildi. U o'rnidan darhol turib, do'stining oldiga chiqdi. Ishik tuyda yarishimliq harbiy formasini kiygan Paşaxan İşik tüyüde yarışımlıq hərbi formasını kiygen Paşaxan, jabduqluq ağrıqmaqqa mingenice, Əmdi rəsmi oquyma, qızım. İşik tüyüde yarışımlıq hərbi formasını kiygen Paşaxan, jabduqluq ağrıqmaqqa mingenice quyoşdek külüp turatdi. Assalam Yavuzbek, ma'u atni sana əkeldim, sınab baqqın, dedi Paşaxan yendiki yigitler tutup turgan həşəmətlik igar jabduqlar bilen bezelgen, orunda tutup turalmağan bir şaş arğımaqni körstib. Vah, nimanca heyvet! Yavuzbek xoşallığıdan berib atның çulurini tutdi.
Ko'nglimni salla xo'sh qilsan mening. U shundoq deginicha shosh otga havas bilan qarab, otning yaylisini silidi. Qani, ko'ni o'rmonliqda ko'rishayli. Manzilga kim burun yetib borsa, shu ussun. Poshshaxon shundoq deginicha itiga qamchi soldi. 5-6 otliq yigitmi sang'unga agishib otlarini quyundek chaptirib, o'rmonliqqa qarab chepishdi. Yavuzbek chaqqonlik bilan itiga minib, ularning keynidan qo'g'ladi. Yavuzbek o'rmonliqning oldiga kelganda, Poshshaxon әмділа o'zangudan putini ilib, qamchisini hindigilarga sunuvatadi. U otdan tushayotgan Yavuzbekdan kulib so'rdi. Qandoq, bo'lg'udekmi? Kasofat uchidikan-ku, nadin olding? Qo'shni eldikilarning sovg'isi ekan, sana gelim siqildi. Sana nim deb rahmat etsan bo'la. Sana qazdar-g'u men. Qo'yg'in o gapni. Shayx otangning duosi manga kifoya. Ular shu tariqada qizg'in paranglashib, o'rmonliqning yendiki yeshil chimliqqa kelib to'xtadi. Poshshaxon kamar qatorliq laqquliqlari bilan chopinini silib xizmatchiga tutqizgandan keyin ikki qo'lini ko'tarib sap havodan cho'nqur nafas oldi. Andin qo'g'lishib o'ynab herib ketgan boladak chimliqqa o'zini o'ngdisiga atdi. Yavuzbekmu Poshshaxonning bir davlatning bas sang'uni emas, taytanglab yurgan bolaga o'xshab qolganligini ko'rib, kulib ketdi-da, kelib Poshshaxonga yondashib o'ngdisiga yatdi. Ko'k osmonda oq bulutlar laylishib, ko'kdagi bir lochin bulutlar bilan beslashayotgandek uyoq-buyoq uchib yuradi. Ular xeyli uzungacha lam-jim deyishmedi. Poshshaxon aradagi jimjitlikni tugitib so'z ochdi. Yavuzbek, qarg'ina avulachingga, qush bo'lishning o'zimi nima degan yaxshi ha? Ba'zida o'ylab qolaman, ashu lochindek hammani unutib, yiroq-yiroqlarga ussam, tog' daryolardan ossam deyman, lekin posil odamlarga xos ekan. Ba'zi ishlardan qochay desangmi, u xuddi badiningdagi xoldek sana yipishib oladi ekan. Ba'zi ishlarni qo'g'lassang, u xuddi osmondagi quyoshdak sendan qochidi ekan. Uni qo'g'lab yetolmay, endi umidingni uzay desang, atsi yana sharqdan ko'tarilib sana yana kulib qaraydi ekan. Qarg'ina, ko'ynakchan holatimga, doim mushundaq yenik yursam deyman, lekin bu mumkinmi? Shundoq do'stim, ishlar ko'pincha bizga baxmaydi ekan. Harbiy formangning qanchalik eg'irligini bilib turibdiman. Ammo formang qomatingga yarashgan, maydondagi girba medallaringdan qaytgan quyosh nuri Namratning g'aribxonasini illitdi. Qumush kabisida o'g'lining etizin kelishini kutib uxlab qolgan onaga xotirjamlik akeldi. Aytqina, odamga buningdan ortiq baxt bo'lamdi. İlgiri vatanimdan, atamdan faxrlandim. Әмділікте сән қытылдың әмес му? Etqanların belki to'g'ridir. Ayollar va bolalarni o'z vatanida xotirjam qilish aslida erlarning majburiyati ham xo'shalliqi edi. Bularni o'ylasam xelila yeniklab qolaman. Barliq hamdu sana seni menga mukofot qilib bergan Allohimga bo'lsin. Yavuzbek qarg'ina, osmonning buncha uchuqligini ko'rganmisan? Yo'q, diqqat qilmabdikanman. Sana desem Yavuzbek, havoning buncha uchuq bo'lib ketishi, yomg'irning yig'ishdan derak berishi mumkin. Tinish xotirjam kunlar bek uzunga so'zilib ketdi. Ortiq uxlash tangi ziyonliq edi. Otiqlar piyodliklarga qaraganda manzilga yaqin, boshqalar yiroqlarga uzib ketdi. Biz texi masjidlarga uloqdan kechib piyoda berishni ta'kidlayapmiz. Ko'nglim toza xotirjam emas. To'g'ri aytding. Biz Qur'onni yodlashni ta'kidlab, ilm-fanga sal qaradik. Taloq so'zi erlarning huquqi va g'ururiga aylandi. Biz bular to'g'rilab gap qila olmaymiz. So'z esa xalq bularni qabul qilmaydi, ham tilimizni kesidi. Biz emas, dunyo miqyosidagi barliq musulmonlar mush yo'lni tanlayotidi. Atrof tinch emas, och bo'rilar qo'y podisidan kashkini yo'q. Otlar bek uruq Poshshaxon. Shundoq, g'azinimiz oltin kumush bilan to'libdi. Lekin boshqalar aeroplan, tanka degandeklarni otdek chaptirib yuriyotdi. Xalq kengishida bularni o'ttiriga qo'ydim. O'zimning otasi bo'lgan odam meni tushunmagan yerda boshqa vazir vuzrolar buni tushunamdi.
Ular xandallık təvəllükidəki barlıq məscid xanıqalarının timini mərmər taşdan qılıb qaytadan qurub çıxışını özüge vəzifə qılıb aldı. Mən ularның nəzirdə tixi bala işkənmən, Yavuz bəy. Ey Allah'ның əzizi, bularını səndən körgülü bolmaz. Bar küçün bilen tirişdin. Həmmə adam öz bişiq kelgəndə bilidu. Lekin bularını düşəngəndə özlərinin bəhla keçikkenligini his qılıdı. Sunun qədirini bijg'irin aptapdiki çanqıgan yürek his qılıdı. Xalq tixi ussimidi. Toğri dedin, Yavuzbek. Sen bilen paranlassam başqaça iniklep qalıman. Sen rastla meni xoşalliqim. Paşaxan şundaq degenice orundan turdu da, "Hə rast, Məlikinin kildiğan çığı bulay dedi. Yürügün, aldığı baraylı." Yavuzbek Melike degan sözünü anlap əndikip getdi. O dərhal orundan turup çapınını kiyivatqan Paşaxanның yeniği berip sual nəziri bilen onunğa qarıdı. Paşaxan Yavuzbekning bu haletini körüp külüp ketdi. Senin bundaq sorunğa xoşun yoxlığını bilip sana demigen. Bugün Məlikini orman səylisiga təklif qılğan idim. O hazır orada qızlarını başlap kelivatıdı. Bola tez, kiyimini almışdır. Sana atap bu kiyimni buyuruttum. Sen Melike Künçicekni demekçi mi? Yavuzbekning yürüge qırt taqıldı. Şundaq, onun bilen kichigimizdan billa oynab cho'ng bo'lgan. 9 yaşımızda bizge çay içirildi. Şundan beri aksınlardak ötüdüğün günümüz ahırlaşıp, bir-birimizni körsek yerge qarışıp mağdıgan bulduk. O əxlaq pəzzətdə barç qızlarının ülgisi, ilim irpanның aşıqı. Onunda qız bütün iqlimdən tipilmaz. Onundan quyaş hem ay xicil. Paşaxan Məlik Künçicekni nə qədər yaxşı kördüğanlıqını öz bayallaridan aşkarladı. Yavuzbekning quluqiga oxirgi gaplar kirmadi. Uning beshi zing'ildab, nafsi kaplashib qolgandek bo'lib qoldi. Jahon nemanchitar. Mening ko'yginim Alloh yo'lidagi tutgan do'stimning ma'shug'i ekan-ku. Atamning aytganlari nima degan bir haq. Yavuzbek o'ylab mush yerga kelganda uningga osmon yiroq, yer qattiq bilindi. Әмді оның Мәликini көргісі yo'q edi. O Мәликidin nefretlenmekçi boldi. Paşaxandan nefretlenmekçi boldi. Lekin o ahırı özünün təqdirindən nefretlendi. Bu xil nefretleniş əməliyyatda toğru bolmasımı, insanın acizliği bunu toğra deb göstərdi. Şu tapda Paşaxanның pətnustiki kiyimini onunğa öz qolu bilen sunışı, onun adimiligini uyg'atdi. Yavuzbek, qarğına əpdinge, qızlarının kildiğalıqını anlap bir qismila bulup qaldınğu. Bula, kiyimini almışdır, dedi Paşaxan pətnusini onun quluğa tutquzub. Xizmetçi Yavuzbekning yenidan tartib, çidırğa elib kirib ketdi. Birdamlikin Yavuzbek yeni kiyimni kiyib çidırdan chiqdi. Ətrafda turgan yigitlar uni ko'rib hang-tang qaldi. Chunki uning kiygan kiyimi Bassanğun Paşaxanның hərbiy kiyimi bilan o'xshash bo'lib, ularning birining Bassanğun, birining Yavuzbekligini faqat pagon bilan oltin dastilik naganga qarab ayırmasa, bilgili bo'lmaydigan darajada o'xshashib qolgan edi. Paşaxan Yavuzbekning buncha qalmashqan yigitligini ko'rib, o'zining ko'ziga ishnalmayli qoldi. Allohning qudrati nima degan cheksiz. O'g'u Yusufning avlodini bo'lmaydi. Allohga ming shukri. Paşaxan daqiq ichida shuk bo'lib qilib, yana daqiq ichida xushal holatiga qaytdi. Bugungi roman anglishimiz mush yergacha bo'ldi. Xayr xo'sh.